هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 35. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 35. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey müminler, məqsədki erişişinlər üçün Allah'ın azabından qorqunlar. Allah'a taat ibadet qilish, günahdan saqlanish bilan yaqinchilikni tilanglar. Allah yolida jihad qilinglar. Yer yuzidagi barliq narsalar, ya'ni shuningdek bir hassi keladigan narsalar kafirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allah'ın azabından qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdimi, ularning bu fidyasi qabul qilinmaydi. Ular qiynag'uchi azobga duchor bo'ladi. Ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, ammo hargiz chiqolmaydi. Ular üzülüb qolmaydigan doimlik azobga qoladi. Taqvodorlik Allah Teala'ga yaqinlashish va jihad qilishga bo'lgan buyruq to'g'risida. Ey müminler, maqsadga erishishinglar uchun Allah'ın azobidan qo'rqinglar. Bu oyatda Allah Teala mümin bandalarini taqvodor bo'lishga buyurgan. Taqvodorlik degan so'z taat, ibodat va amallar bilan bir yerda kelganda harom qilingan va cheklangan ishlarni qilmaslikni bildiradi. Allah'a taat ibadet qilish, gunohdan saqlanish bilan yaqinchilikni tilanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Sufyan Savri Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Allah Taolaga yaqinchilik qilinglar. Qatada mundaq deydi. Rabbinglarga bo'ysunish va u rozi bo'ladigan ishlarni qilish orqali yaqinlashinglar. İbn Zayd bu ayetni Allah Teala'nın ular Allah'ını qo'yib ilah deb ibadet qilganlarının özleri ibadet orqali Rabbiga yaqin bo'lishini tilaydi degan oyati orqali tafsir qilgan. Oyatdagi yaqinchilikni tilanglar degan so'zdagi yaqinchilik bo'lsa, maqsadga yetkili bo'ladigan narsani tilanglar deganlik bo'ladi va yana vasila degan jannatdagi eng ustun martabaning ismini bildiradigan bo'lib, bu payg'ambar alayhisalomning martabasi va jannatdagi turalg'usidir. Shundaqla u jannatdagi arshga eng yaqin joydir. İmam Buxoriy Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki azanni anglaganda, ey mushu mukammal chaqiriqning o'qilayotgan namozining Rabbi Muhammadga vasila jannatdagi oliy martabani va hammadan ortiq darajani bergin. Uni sen va'da qilgan heliqi esil o'rinda turg'izgan desa, u qiyomat kuni shafaatiga erishadi. İmam Muslim Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Namozning azinini anglag'aninglarda muazzinning deganini danglar. Ondan menga durud o'qinglar. Kimiki menga bir qitim durud o'qisa, Allah Teala uning 10 günahını keçirib etdi. Ondan menga jannatdagi vasilani oliy martabani tilanglar.
u jannatdagi bir martaba bo'lib, faqat Alloh taolaning bandalari ichidan birla bandiga berildi. Men shu banda bo'lishni umid qilaman. Bu sababdan kim menga shu martabani tilasa, u shafaatimga erishadi. Allah yo'lida jihad qilinglar. Ya'ni Alloh taolo mu'minlarni harom ishlarni tashlashga, taat ibodat qilishga buyurgandan keyin ularni yana to'g'ri yo'ldan chiqib haq dinni tashlagan mushrik kofirlarga qarshi urush qilishga buyurdi. Ularni qiyomat kunida Allah yo'lida jihad qilgan mujohidlarga tayyorlab qo'ygan katta ne'mat bo'lgan jannatning oliy darajalik xotirjam, ko'rkam o'ltirgan odam xohlagan narsaga jafo tatmay erishadigan, o'lmay mangu hayot turadigan, kiyimi ko'nrab ketmaydigan, yoshliqi tugumaydigan esil qasrlarda turishdak mangulik baxt saodatga qiziqtirdi. Qiyomatda kofirlardan hech qanday narsaning qabul qilinmaydiganligi, ularning mangulik azobda qoladiganligi to'g'risida. Alloh taolo kofir dushmanlarga qiyomat kunida azoblash uchun tayyorlab qo'ygan azob uqubatdan xabar qilib mundaq deydi. Yer yuzidagi barliq narsalar, yana shuningdek bir has keladigan narsalar kofirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdami, ularning fidyasi qabul qilinmaydi. Ya'ni navoda qiyomat kunida kofirlar cho'qim tetishga hukm qilinib ketgan Alloh taolaning azobidan qutulish uchun bütün zimin to'lg'udak yoki uningdan bir hassa ortiq oltin ilib kelsa-mu, ularning u narsasi qabul qilinmaydi. Ular qiynag'uchi azobga duchor bo'ladi. Ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, ammo hargiz chiqa olmaydi. Ular üzülüp qalmaydigan daimlik azobga qoladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Har qachon ular yetiyotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytarildi. Ya'ni ular tartiyotgan azobning qattiqligidan do'zaxdan chiqib ketishni xohlaydi. Lekin ularning chiqib ketishiga hech bir yo'l yo'qdir. Ularni har qitimda o'tning yalqini egiz ko'tirib, jahannamning ustiga chiqarganda jahannamga mas'ul farishtalar tömür bozg'onlari bilan urib, yana ostiga tushirib yetadi. Ular qutula olmaydigan doimlik azobga duchor bo'ladi. İmam Muslim ve Nasa'i Anas ibn Malik radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Jahannamdagi kishilardan bir kishi keltirilib uningga: "Ey odam bolasi, sen yotadigan joy qandaqroq ekan?" deb so'raldi. U eng yomoni ekan deydi. Onundan ziminga patqıdak oltin to'lab, buningdan qutulishni xohlamsan deb so'ralganda, u "Ma'qul, ey Rabbim" deydi. Alloh taolo uningga: "Yolg'on aytding. Men sendan uningdanmi oz narsani talab qilsam, qilmading" deydi. Shuning bilan u jahannamga tashlanishga buyurildi. O'g'irlik qilg'ichi erning va o'g'irlik qilg'ichi ayolning qilmishini jazolab, Alloh tarafidan ibrat qilish yuzidan qo'llarini kesinglar. Alloh o'z amrini ishga oshirishda g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimiki o'g'irlik qilib, kishilarga zulm qilgandan keyin tavba qilsa, amalini tuzsa, ya'ni o'g'irlik qilishdan yonsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır, nahayeti mehribandыр. Bilemsen ki osmanlarning ve ziminning padişahlığı Allah xastır. Allah xalığan adamga azab qılıdı, xalığan adamga mağfiret qılıdı. Allah hemme narsaga qodirdir.
o'g'rining qo'lini kesishga buyurganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda ayol o'g'rilarning qo'lini kesishga hukm qildi. Islom kelishdan burungi davrdami o'g'rining qo'lini kesish qonuni bor edi. Islom kelgandan keyinmi bu qonun e'tirof qilindi va uningga bir qancha shartlar qo'shildi. Alloh xolisa bu haqda yana to'xtalamiz. Bu xuddi islom kelishdan burungi davrda bir mahallada odam o'ltirilsa, shu mahalladagi 50 kishi qasam qilib biz o'ltirmadik deydigan, agar qasam qilolmasa shu mahalla aholisi o'likning egisiga diyet to'laydigan tuzumdan iborat qasam ichish orqali hukm chiqarish va o'likning diyetini to'lab berish, pulini ishlatishga berib foydasiga shirik bo'lish qatorliq tuzumlarga o'xshaydigan bir ish bo'lib, bu ishlar islom kelishdan burunmi bor edi. Islom kelganda ba'zi foydali manfaatlarni ko'z tutib, ba'zi shartlarni qo'shib yo'lga qo'yilgandir. O'g'rining qo'li qanday ahvol va qaysi vaqtda kesildiganligi to'g'risida Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo o'g'riga la'nat qilsin. U bir tal tuxumni o'g'irlab qo'li kesildi. Bir og'amchini o'g'irlab qo'li kesildi. Imom Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O'g'rining qo'li bir tillaning 4/1 yoki uningdan qimmat narsani o'g'irlaganligi uchun kesiladi. Mana bu hadis o'g'rining qo'lining qanchalik mol o'g'irlaganda kesildiganligini bayon qiladi. Shundaqla bir tillaning 4/1ning qimmatini hisobga olib, uningdan az bo'lganini hisobga olmaslikni belgilaydi. Qalqon bahosi haqida kelgan hadis bilan qalqonning bahosining 3 tanga ekanligi buningga zid kelmaydi. Chunki shu chaqlarda bir tilla 12 tanga edi. 3 tanga bir tillaning 4/1 bo'ladi. Mana mushu yo'l orqali bu ikki xil rivoyatni muvofiq bir taraf qilg'ili bo'ladi. Bu qarash Umar, Osman va Ali radhiyallohu anhum qatorliqlardan rivoyat qilingan. Bu qarashni Umar ibn Abdul Aziz, Lays ibn Sa'id, Avza'i, Shafi'i va uning shogirdlari bir rivoyatda Ishaq ibn Rahiviya, Abu Savr va Davud ibn Ali va Zahir qatorliqlar tutgan. Alloh ularga rahmat qilsin. Imom Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahiviya yana bir rivoyatida bir tillaning 4/1 bilan 3 tanganing har ikkilisi shar'iy o'lcham hisoblandi. Shunga mushu ikki o'lchamning biri yoki birining qimmatiga teng keladigan har qanday bir narsani o'g'irlasa qo'li kesildi deb qaragan. Ammo Imom ibn Abu Hanifa va shogirdlaridan Abu Yusuf, Muhammad, Zufar va yana Sufyan Savri qatorliqlar bo'lsa, bu masalada saxta emas, sap tangidan 10 tanga o'lcham qilindi deb qaragan. Hadisda isbotlangani bo'lsa, birinchi qarashdir. Ya'ni bir tillaning 4/1 va uningdan qimmat baholiq narsa uchun o'g'rining qo'lini kesildiganligidir. Qo'l kesildigan o'g'irlik voqeasida o'g'irlangan molning 4/1 tilla qimmatida bo'lishining munosib deb qaralishi kishilarning mol mulki o'g'irlanmasligi uchundir. Mana bu hokimlarning ko'z qarashida hikmatning dal o'zidir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: O'g'irlik qilguvchi erning
ve o'g'irlik qilguvchi ayolning qilmishini jazolab, Allah tarafidan ibrat qilish yuzidan qo'llarini kesinglar. Allah öz emrini ishga oshirishda g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Ya'ni kishilarning mollarini o'g'irlashdan iborat bundoq yomon qilmishga ishlatgan a'zo bo'lgan qo'lni kesish munosib jazodir. Allah Teala intiqom elishda g'olibdir. Buyruq cheklamalarda va shar'iy hukmlarda hikmatlikdir. O'g'rining qilgan tavbasining qabul bo'lganligi to'g'risida. Kimiki o'g'irlik qilib kishilarga zulm qilgandan keyin tavba qilsa, amalini tuzsa, yana o'g'irlik qilishdan yansa, Allah uning tavbasini qabul qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Yana kimki o'g'irlangandan keyin tavba qilib, Allah Taala qayta Allah Taala qaysa, Allah Taala mu uning tavbasini qabul qilib kechirib etadi. İmam Ahmed Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomning zamonasida o'g'irlik qilgan bir ayolni mal egillari tutib kelib, "Ey Allohning payg'ambari, bu ayol bizning melimizni o'g'irladi" dedi. Ayolning tuqqanlari bo'lsa, "Biz bu ayolning qo'lining kesilmasligi uchun to'layli" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Ayolning qo'lini kesinglar" deb buyurdi. O ayolning tuqqanlari uningga 500 tilla to'layli dedi. Payg'ambar alayhisalom yana "O ayolning qo'lini kesinglar" deb buyurdi. Shunda qilib o ayolning o'ng qo'li kesildi. Ondan o ayol "Ey Allohning payg'ambari, menga tavba qilish yo'li bormi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom "Ha, bugun sen qilgan gunohingdan xuddi onangdan tug'ilgan chog'dagidek pok bo'lding" dedi. Shuning bilan Allah Teala bu ayetni nazil qildi. Bu ayol Heliqi Bani Maxzum qabilasidagi o'g'irlik qilgan ayol bo'lib, u ayol haqida İmam Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Makkani fathi qilish g'azotida o'g'irlik qilgan bu ayolning masalasi haqida Quraysh qabilasi boshqa turib, kim bu haqda payg'ambar alayhisalomga gap qiladi deydi. Ondan ular bu ishqa Zaydning o'g'li Usamala jur'at qila oladi, chunki payg'ambar alayhisalom uning amroq deydi. U ayol payg'ambar alayhisalomning oldiga keltirilganda Zaydning o'g'li Usama u ayol haqida payg'ambar alayhisalomga gap qilib edi. Payg'ambar alayhisalomning chiroyi tatirib, "Alloh taolo belgilagan bir jazoga shafaat qilmoqchimisan?" dedi. Buni anglagan Usama derhal "Ey Allohning payg'ambari, gunohimning kechirilib o'tirishini tilagan" dedi. Kech bo'lganda payg'ambar alayhisalom so'z qilib, "Alloh taologa loyiq hamd sano aytgandan keyin sizlardan ilgirkilar ularning esil zotlari o'g'irlik qilsa, jazolamay tashlab qo'yib, ojiz bechoralar o'g'irlik qilsa, jazolaganligi uchun halok bo'lib ketgan. Jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilgan bo'lsa-mu, men cho'qim uning qo'lini kesgan bo'lardim" dedi. Heliqi o'g'irlik qilgan ayolning qo'lini kesishga buyurdi. U ayolning qo'li kesildi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Ondan u ayol yaxshi tavba qilib ergi tegdi. Keyingi kunlarda u ayol bizning uyga kelib turadi. Men uning hojatlarini payg'ambar alayhisalomga yetkazib turadim. Bu İmam Muslimning rivoyat qilgan uslubidir. İmam Muslimning yana bir rivoyatida kelishicha Aisha radhiyallohu anha mundaq degan. U Bani Maxzum qabilasidan bo'lgan bir ayol bo'lib, bir narsalarni oriyatga elib keyin uningdan tinib oladi. Shunga payg'ambar alayhisalom uning qo'lini kesishga buyurgan edi. Bilamsanki, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Ya'ni osmonlarning va zaminning egisi, hakimi Allah ekanligini bilmamsan?
Onun hükmüge hiç kim karşı turalmaydı. O halıgını kılgıcıdır. Allah halıgan adamge azap kılıdı, halıgan adamge mağfiret kılıdı. Allah hemme nersege kadirdir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Maide tefsiriden 40. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.